Yo'q, 22 yoshda shuni millioner bo'lyapsiz shunda. Bu dunyoda hamma narsaning o'zini narxi bo'lishi kerak. Qancha pul yo'qotgansiz qaysi biznesda? 17 gektarlik mega tekstil shahar markazida joylashgan, hozir o'sha Qo'qonim loyihamizni shunday ro'parasida joylashgan katta alanga tekstil bo'lgan, o'shani olib xususiy sektorga kirganmiz. Oilaviy savdogarlar oilasida tug'ilgan bo'lgansiz. Bu qoningizda-da bu savdogarlikda. Barakani 99 tasi savdoda. Sheriklarda qaysi birlamchi bo'lgan xususiyati bo'lishi kerakki, uni bittasi bo'lmasa ham sherikni to'xtatish kerak. Adyolni hamisha o'ziga tortmashingiz kerak. Beshidan qabrgacha faqat ilm olish kerak. Kimni ilmini olaman, kimning gapini eshitaman desangiz, men hayotda qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan odamni gapini olaman. O'zi qanaqa biznes boshlasa bo'ladi noldan? Inson uylangandan keyin unga Alloh subhanahu va taolo barakani ikki hissa qilib beradi-da. Lekin hamisha ota farzandi yomon bo'lsin demaydi. Ota hamisha farzandga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, hamisha duo qiladi. Yo hozir sizga o'sha yerga yurib borasiz, yo bo'lmasa sizni o'zi yurib doktorga olib boradi-da. Ko'pchilik biznesmenlardan so'raladigan savol. Birinchi $1 million qachon topgansiz va qaysi biznesdan? Bugun siz hayotda, biznesda ko'p sinovlar, qiyinchiliklar, pulsizliklar, muvaffaqiyatlar, har xil holatlarda bosib o'tgan o'zbekistonlik yurtdoshimiz, multimillioner Umidjon aka Nazarov bilan xudo xolasa yaqindan tanishasiz. Bu yerdagi podkastimizda bo'layotgan voqealar shunchaki bir faqat muvaffaqiyatlar haqida gaplashish emas, har xil holatlar haqida gaplashish bo'ladi, ochiqroq gaplashish bo'ladi. Sizlarga imkon qadar maksimal foyda beradigan holatda o'tkaziladi. Nasib bo'lsa, ekronga yaqinroq kelasizlar. Biz boshladik. Erta bilan mana vodiydan Qo'qondan kelib, yo'q demay, kecha o'zi aytdik, iltimos qilib kela olasizmikan deb aytsak, bo'ldi, bemalol boramiz deb erta bilan yo'lga chiqdi. Umidjon aka, xush kelibsiz. Xudo xohlasa, suhbatimiz sizga ham, bizga ham, kuzatuvchilarga ham bir foydali bo'lsin. Ko'rib ajratgan vaqtimga roziman, maza qildim, foydali ilmni oldim degan bir oxirdan xulosalar bilan izohlar kelsa xursand bo'lamiz. Umidjon aka, birinchi baribir qilayotgan ishimiz qisqacha o'zimiz haqimizda tanishtirish bo'lsin. Keyin sekin sizga bermoqchi bo'lgan biznesga doir savollarim ham bor, shaxsiy rivojlanishga doir savollarim ham bor. Umuman ko'pchilik shu paytgacha menga ko'p qiziqib so'ragan savollar bor. Shu narsalarni sizdan so'rash niyatim bor. Qo'qon shahrida tug'ilganmiz. Farg'ona viloyat Qo'qon shahri, shu ota-onalarimiz ham o'sha yerlik. O'zimiz ham o'sha yerda tug'ilib, o'sha yerda ulg'ayganmiz. Shu 1984-yil 24-oktyabrda tug'ilganmiz shu Qo'qon shahrida. 23-o'rta ta'lim maktabida ta'lim olib, shu bilan keyin o'qishlarni tugatib, shu yoshligimizdan shu savdogar oilada tug'ilib o'sganligimiz sababli shu ota-onamiz yo'lini tutib, shu bilan savdogarlik sferasiga o'sha paytda yoshligimizdan shu ko'zimiz ochilib, ya'ni aqlimiz ravshan bo'lib turgan paytda shu savdogar oilada. Zo'r. Ko'pchilik o'zi kuzatayotgan inson, eshitayotgan inson ana bit o'chkasi bilan, bugungi holati bilan qiziqadi, keyin ana istoriyaga qiziqadi. Shunga o'zim qisqacha to'ldirib chiqib ketaman. Umidjon aka hozirgi kunda Qo'qon shahrida, Farg'ona viloyatida qurilish loyihalari bilan shug'ullanib keladi. Eng asosiy faoliyat qurilish biznesi. Mana hozir yaqinda endi Toshkentga buni xudo xolasa suhbat davomida ham bir izoh berib ketasiz. Toshkent shahrida ham loyihalar boshlangan. Va eng shu paytgacha ko'p yil vaqt sarflagan biznes bu savdo, eksport import bilan shug'ullanish xudo xolasa. Nasib bo'lsa, sotuv, demak qurilish, savdo mana shu yo'nalishlarda ichkaridan bir yaxshi insayda olishga harakat qilamiz. O'z demak oilaviy savdogarlar oilasida tug'ilgan bo'lgansiz. Bu qoningizda-da bu savdogarlikda. Yoshligimizdan shu 8 yosh, 9 yoshimizdan desak bemalol bo'laveradi. Shu ota-onamiz savdo sohasi bilan mana shu Toshkentda Ipodrom bozor bo'lardi birinchi. Shu Ipodrom bozordan eng katta bozor Ipodrom bo'lardi. Shu bozordan keyin Qo'qonda shu yangi bozor degan katta savdo markazi bor. O'sha yerga borib mahsulotlar sotilgan. O'sha paytda shu dadamiz bilan yo'lga hamroh bo'laylik. Uzoq yo'l ekandi, billa kelib ketdi, o'rganib, shu bilan keyin o'ziz ham shu ishga bo'lib, ancha yordamlash qo'limizdan kelgancha bir karobkachalarda aqa olib, baqa olib, shu bilan keyin o'zimizda ham shunchaga ega bo'lib, demak, shu kasb yaxshi ekan, ham birinchi navbatda dunyo kezilar ekan, odam tanilar ekan, keyin eng barakalik, eng halol mehnat shu ekan deb, shunga o'zimiz ham shu sohada keyin davom ettirganmiz, ota kasb. Zo'r.
Savdoda baraka ekan dedi. Mana shu joyga bitta izoh berib ketsangiz, savdo aynan bizneslar ichida bir ajralib turadigan nima xususiyatlari bor? Qanaqa kimlar uchun ko'p tavsiya qilinadi savdo bilan shug'ullanish? Savdo bilan shug'ullanish jamiki bir insoniyat borki, tavsiya bersangiz, uni ichiga kirib qirralanasiz, qirrasi tugamaydi. Sabab bundan 1,5 ming yil oldin o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyoga kelganlarida aytib o'tganlarki, barakani 99 tasi savdoda. Bitta chorvada deganlar, tijoratda deganlar. Demak, biz yana o'shanga qaytamiz. Alhamdulillah musulmonlik berilgan bizga. Keyin shundan sekin shakllantirib olib chiqsak, u xoh biz olib kelaylik, xoh olib chiqib boshqa dunyoga, boshqa davlatga sotaylik, yo'lmasa hozirgi kungidek bir uy qurilish sferasida ishlayib turgan bo'lsak ham, bu ham bir mahsulot sifatida olgan bo'lsak, buni ham yetkazdirib xalqqa sotyapmiz-da. O'shanga buni faqat birinchi navbatda eng mustahkam ushlagan arqonimiz halollik bo'lishi kerak. O'sha o'zini me'yoridan oshmagan holatda hech qanaqangi bir sun'iy ravishda ushlab turmasdan boriga. Bugun 10 so'mga tushdimi 11 so'm sotish kerak. Bugun 11 so'mga tushsa 12 so'm sotish kerak. Uni sun'iy ravishda 20 so'm ushlab turmasdan turib, o'sha joy-joyida o'sha nafsga qarab turib rejani qo'yib qilinsa, barakasi o'shanda kelaveradi. Buni albatta bir narsani maqsad qilib qo'yamiz, lekin Allohdan so'raganimizda miqdor so'ramashimiz kerak, baraka so'rashimiz kerak. Savdogarda eng bir katta yutug'i uni miqdorida bo'lmaydi hech qachon. O'sha topgan mulkini, topgan rizqini barakasida. Nimaga siz biz o'ylaganimizdan ko'ra-da ortig'i bizga ziyon bo'lishi mumkin. O'shanga bizga xayrlisi deyiladi. Bizga zo'ri ham kerak emas, bizga a'losi ham kerak emas. Bizga o'shani xayrlisi kerak. Bizga nima xayrligini biz o'sha halol mehnat bilan qo'ygan qadamimiz bilan, mana degan ixlosimiz bilan qilsak, Alloh bizga xayrlisini beradi. O'shanda o'zimiz ham o'sha topib turgan rizqimizdan, topib turgan mehnatimizdan, o'sha topib turgan barakadan ota-onamizga yediramiz, farzandlarimizga yediramiz, yaqinlarimizga yediramiz, hammaga bo'lishamiz-da. O'shanga uni xayrlisi bo'lsa, farzandlarimiz ham olib turgan ta'limida mustahkam bo'ladi. Aytadi, birinchi navbatda luqma deb. O'shanga shunday e'tiborni shunga qaratishimiz kerak, fokusda asosan. Zo'r. Barakani o'ndan 9i tijoratda, savdoda deyilganda shu yolg'on ishlatmasdan, aldamasdan, noinsoflik qilmasdan turib ishlangan holatda, ya'ni nima deydi? Halol tijoratchi haqida gap ketyapti bu yerda, to'g'rimi? Shu uchun baraka bu yerda ko'proq. Baraka ko'proq. Bir tarafdan o'ylayman, tijoratchilikda halol yo'lda ishlash qiyin bo'lgani uchun baraka shu yerda deb o'ylayman. Ya'ni yolg'on gapirishga, mana hozir shunaqa desam, aytaylik tovarni o'zi munosib bo'lmagan sifatlar bilan maqtab, o'zi zo'r menda deb yoki o'tkazib yuborish uchun nima bo'lsa qilib, yolg'on bo'lsa ham o'tkazib yuboradigan sinovlar ko'p keladi. Ana o'sha sinovlarga anaqa qilmasdan, nima deydi, aldanmasdan, shu sinovlar nafsni vasvasasiga uchmasdan turib, halollikni tanlagani uchun ham unda barakani 10dan 9 unda deb aytilsa kerak. Xuddi shunday o'sha masalan mana iPhone telefonimiz bo'lgan bo'lsa, Amerikada chiqadi. Amerika brendi ostida deyish kerak. Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Hozirgi kundagi o'zini dunyoda mavqeiga ega, ishlatish qulay bo'lgan, hamda o'sha hamma o'zini o'sha kameralari bor, o'sha o'zini xotiralari bor deb borligicha taqdim qilish kerak. Aytish kerak bo'ldi. Buni masalan 256 pamyat bo'lgan bo'lsa 1 terabayt ham olaveradi demash kerak-da. 256 terabayt 10 so'm, 1 terabaytlik 15 so'm siz sizdan olib turgan odam o'zini cho'ntagidagi moliyasiga qarab turib, buni ham olaveradi, buni ham olaveradi. Buni albatta yo'q. Bu 256 lekin 1 terabaytda ishini qiladi deyish kerak emas. U 1 terabayt baribir 1 terabayt. 256 baribir 256 da. O'shanga bu dunyoda hamma narsaning o'zining narxi bo'lishi kerak. Hali bir oddiy narsani qimmatga sotaman yoki qimmat narsani arzonga sotaman emas. Arzonga loyiq bor, qimmatga loyiq bor, o'rtasiga loyiq bor-da endi. Kim nimani lozim topsa o'shani olaveradi. Faqat o'sha ro'yi rost bilan, yolg'on aralashtirmasdan, uni keragidan ko'p maqtamasdan, do'stim mana 10 so'm, 15 so'm, 20 so'm deyilsa, o'sha kelyap turgan xaridor ham o'shanda mamnun bo'lib olib ketadi. Birinchi navbatda o'zingizda mana xotirjamlik bo'ladi. Ha. To'g'risini aytdim, bunga demak men unisi yo'qdi deb olib ketgan bo'ladi-da o'sha. Zo'r. Siz savdogarlikda qaysi anaqa mahsulotlarda shu eksport, import bo'ladimi? Nima yo'nalishlarda ishlagansizlar shu paytgacha? Biz birinchilardan bo'lib o'sha asosan Eron Islom Respublikasi bilan savdogarchilikda ishlab o'sha yerdan juda ko'p baraka topganmiz. Birinchi haligi katta daromadingiz yo'qmasa bir asosiy bir qilgan ishingiz, bir ushlagan narsangiz bo'ladi-ku. O'sha paytlarda mustaqillikdan keyin 92-93-yildan o'sha
Eron Islom Respublikasiga ota-onamiz borishgan bo'lsa, o'sha bu yondan ba'zi shu 2004-2005-yilgacha juda qattiq hamkorlik olib borganmiz. Ishlab chiqarishlar ham qilganmiz. Ishlab chiqarishlarning ichida shu antifriz, shu qishki kunida nima deyiladi, mashinaga quyiladigan. U paytlarda juda kam bo'lardi o'zi. Sovuqlar ham yaxshi bo'lgan-u, olib kiruvchi odam kam bo'lgan. Uchun bozori hamisha ochiq bo'lgan. Keyin chiqarish shunda qayerda bo'lgan? Bu yerda bo'lganmi yoki? Yo'q, nimada bo'lgan? Qo'qonda bo'lgan. Qo'qonda. Qo'qonda bo'lgan. O'sha Eron bilan birga SP qilib ishlangan. Keyin motorni mo'y, mashinaning motor yog'ini qayta ishlab chiqarilgan. O'zimiz mana Farg'ona neft qayta ishlash zavodidan industrialniy maslani olib turib, Italiyadan o'zini ingrediyentlarini olib keltirib, bir emulgatorlar qo'shib turib, shunda keyin biz birinchilardan bo'lib O'zbekistonda xususiy sektorda neft qayta ishlash zavodini shakllantirib, o'sha bilan butun O'zbekistonga shuni dillilik yo'nalishlari bo'yicha savdo sotiqni yo'lga qo'yganmiz. O'shandan yaxshi daromad ko'rib, yaxshi baraka qilganmiz. O'zbekistonda birinchi navbatda birinchi xususiy sektorda Texaco bo'lardi. Davlatniki, biz xususiy sektorda birinchi bo'lib shuni yo'lga qo'yganmiz. Ishlab chiqarishda o'shanda baraka ko'rganmiz, topganmiz. Eshitishim bo'yicha o'z aytib bergandingiz, birinchilardan borib Eronga savdoga chiqqan biz ota-onamiz, shunaqa nima deydi, hamkasblari bilan, sheriklari bilan. Boshidan ana hazil gap bor Hojiboy To'joy rahmatlarni. Eronga mayzagani ketdi. Mana Hasan qayerda desan, urushda misol keltirganki, haligi so'zma-so'z esimdan chiqdi. Shunda Eronga mayzagani ketdi deydi-ku, o'sha paytda Eron boshlangan temalar paytida. Eron boshlangan paytida asosan shu Qo'qonda 20 ta hozir ham bor, o'sha otamlarning o'sha hozirgi do'stlari, o'sha paytda orttirishgan o'sha sheriklari hozir ham bor. 94-yil mana Eronga borishda asos solingan bo'lsa 31 yil bo'libdi mana hozir. 31 yildan basi shu jamoa bor hozir ham. Shu Eron komandada. O'sha Eron komanda bor. Ishonsangiz, yoshlari mana 60 ga kirganlar bor, yoshlar katta 70-75 ga kirganlar bor. Ana shu hamjihatlik ushlab turilibdi. Ichida juda ko'p hamkorlikda ishlaganlar bor, xudo anda bo'lib ketganlar bor ichida, lekin aka-uka bo'lganlar bor. Hozirgacha shu 15 kunda bir gap deyiladi, yig'in bor, o'tirish bor, o'sha o'tirish tashkillashtirilgan. O'sha jamoa turadi hozirgacha. To'y bo'ladimi, maraka bo'ladimi, aza bo'ladimi, xursandchilik bo'ladimi, o'sha kantinga turadi. Men uni qadriyatini yaqinda borganda ham yana bildimki, hozir odamlar 2 yil, 3 yildagi qadrdoningiz juda eski qadrdonga o'xshab qolyapti. 31 yillik qadriyat juda og'ir. Qadriyat va juda katta masofada odamning o'rtacha yoshi 60 bilan 70 o'rtasida bo'lsa, yarim umr birga yashashyapti-da. Haligi bir-biriga bo'lgan mehr, bir-biriga bo'lgan ishonch, bir-biriga bo'lgan qadriyat ushlab turilibdi, udum. Hali bittasi yo'q bo'lib bo'lsa, darrov oqtariladi. Bir kishi safarga ketgan bo'lsa, darrov xabar olinadi. Haligi mehr oqibat haligi odamiylik nuqtai nazaridan hozir eng taqchil, eng muammo bo'lib turgan shu mehr oqibat taqchillik shularda ushlab turilibdi. Ko'rib turib zavqingiz oshadi. Eng qizig'i, ular ham sport bilan ham nafas. Men borsam hamisha ularga balet qilaman, hali ham komanda bo'linib voleybol o'ynashadi. Shu bizda bor shu udim ushlab turilibdi hali ham. Savdogarlik va ishlab chiqarish bilan shug'ullanishdan boshlangan demak birinchi bizneslar va eng ko'p davr shug'ullangan biznesingiz ham bu shu savdo sotiq ishlab chiqarish bo'lgan. Savdo sotiq ishlab chiqarish. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol, ko'pchilik biznesmenlardan so'raladigan savol. $1 million qachon topgansiz va qaysi biznesdan? $1 million shu birinchi bo'lib Qo'qonda 2007-yil dom qurganmiz. Birinchi bo'lib xususiy sektordan chiqib, unda hali ko'p qavatli uylar qurish unaqangalik ommalashmagan paytida o'sha 2007-yil Qo'qon shahrida o'sha eng katta oldin Ulug'bek korxona bo'lgan, keyin biz uni olib turib xususiy 17 gektarlik mega tekstil shahar markazida joylashgan, hozir o'sha Qo'qonim loyihamizni shunday ro'parasida joylashgan katta eng shahardagi katta tanlangan tekstil bo'lgan, o'shani olib xususiy sektorga kirganmiz. 2005-yil o'shani olgan bo'lsak, 2007-yil ana shu nimani ko'p qavatli uyni qurganmiz. Birinchi katta daromadimiz o'shandan bo'lgan. Ana o'shandan keyin tushgan pulni keyin biz birinchilardan bo'lib Qo'qonda materiallarni bo'yoq qismini olib kelganmiz. Standard Orange degan firmamiz bo'lardi, ishlab chiqarish tashkilotimiz bo'lardi. O'shanga birinchi bo'lib ipdan tortib, paxtani olib kirib, ipdan materialdan bo'yoqdan pechatdan tayyor mahsulot qilib, shu 5 ta pozitsiya bo'yicha ishlab shuni eksport qilganmiz. Birinchilardan bo'lib
tekstil sohasini shakllantirganmiz. Shunda kiyim-kechak tayyor bo'lyapti. Kiyim-kechak tayyor bo'lyapti. Ha, kiyim-kechak jarayonidagi kiyim-kechak jarayon hamma protsessni qilganmiz, A'dan Yagacha. Faqat tekstil anaqa tikishni o'zi emas, Yo'q. ya'ni kiyim tayyorlashni o'zi emas. Paxtani olib kirib, paxtadan ipdan materialni bo'yab, unga pechat bosib, keyin shveyni o'sha o'zimiz fabrikaga olib kirib, tayyor mahsulot qilib, shu qishki kuni bo'ladigan bo'lsa, mana bilsangiz, sovuq yurtlarda o'zimizda ham sovuq bo'lardi. Nachosli ichkaridan kelgan bilyo qilinardi. Qishki kuniga bilyo, yozgi kuniga o'sha balalarga navarajdenliga 17 gektarlik klaster to'laqonli katta zavod bo'lgan ekan-da. Zo'r. Qo'qonda o'zida. Zo'r. 2007-yil demak shu 1-millionni topganman deyapsiz. Shunda necha yosh bo'lasiz shunda? Shunda 22-23 yosh. Yo'q, 22 yoshda shunda millioner bo'lasizmi shunda? Alloh bersa, hayotimiz mobaynida juda ko'p yutuq va juda ko'p qiziqlar bo'lgan. Alloh beraman desa, niyat xolis qilinsa, u yoshga qaramas ekan. Siz qaysi payt nimaga tayyor bo'lsiz, o'shani berar ekan. O'shanga haligi yoshlikdan ko'rib kechirsangiz, odamda aytadi-ku, nazari to'q bo'lsin, narzi to'q bo'lsin deydi-ku, shu yoningizga olib kelib turib 1 million emas 10 millionni qo'yib qo'ysa ham unga qaramasdan o'tiraverasiz ekanda. Sabab o'sha rizq sizga aytilgan bo'lsa, sizga keladi o'sha. Sabab Alloh subhanahu va taolo har bir bandani rizqini o'ziga berib qo'ygan. Uni faqat harakat qilib olib kelsak bo'ldi. Bizga bugun bir qop guruch kerak bo'lsa, bir qop guruch keladi bugun. Bir chinni kerak bo'lsa, bir chinni keladi. Undan xotirjam bo'lish kerak, faqat tadbirini qilishimiz kerak. Tadbiri bizdan, taqdir Allohdan. Albatta uni faqat reja qilganda, fokus qilganda halollik bilan birga qilish kerak. Barakasini berish kerak. Zo'r. Umidjon aka, bu 17 gektarlik tekstilli fabrikadan keyin qanaqa biznes bilan shug'ullanasiz? 17 gektarlik tekstilli fabrikadan keyin o'sha tekstil fabrikamiz qoshida, shahar markazida joylashgan, birinchi bo'lib xususiy sektorda biz ko'p qavatli uylarni qurdik. Birinchi bo'lib ipotekaga hukumat tomonidan berib, yosh oilalarga 25 yilga o'shani bo'lib berish sharti bilan o'sha paytda berildi, hukumat berdi. 2007-yil aytibsiz. 2007-yilda berilgan. Shundan keyin shu sferada keldik, keyin yana o'sha o'zimizning import yo'nalishi bo'yicha yurib, taxriban shu 2012-13-yili O'zbekistonda yagona bo'lgan izolatsion plyonka, o'zini tilida polilen deyiladi. Gaz quvurlarini yaroqlik muddatini 50 yilga oshirib beradigan izolatsion plyonka ishlab chiqarishni boshladik. U 2012-2011-yilgacha faqat chet eldan import bo'lib kirganmiz O'zbekistonimizga. Biz birinchi bo'lib o'sha Global Asia Standard firmasini qurilish anaqasini zavodini ochib, shunga asos soldik. Asosiy yo'nalishlar shu neft gaz va otryusil bo'lib, ana shu butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishni boshladik biz. Bilishim bo'yicha keyin yana adashmasam, mototsikllar, mana shunaqa bir anaqa nima? Uning ichida keyin biz o'zi asosan import mahsulotlar bilan shug'ullanganmiz-ku. Import mahsulotlar bilan shug'ullanganmiz. Juda ko'p chet davlatlarda yurganligimiz uchun uning ichida keyin shu hozirgi kunda 7 yoshdan 70 yoshgacha deyiladi. Masalan, undan ham kichik, hattoki mana 2 yasharlik bolajonlarga biz siz 1 yosh, 1,5 yosh bo'lganda hadunok deyiladi-ku, balachalar yurishtirgan. Ana shundan shu yoshi katta 70 yoshgacha bo'lgan juda ko'p assortimentda XX brend ostida O'zbekiston bo'ylab uni hamma tarmoqlarini ochib, Qo'qonda o'zida 3 ta zavod qilib, iqtisodiy zona. Bilsiz, muhtaram prezidentimizni nimalari bilan, farmoyishlari bilan Qo'qon iqtisodiy zonaga aylantirilgan, juda katta imtiyozlar berilgan, o'shanga ishlab chiqarish o'sha hududda qilgansizlar. Hudud oldin shuncha bo'lgan bo'lsa, hozir mana shu masshtabda ketyapti. Davlat o'zi soliqdan ozod qilgan, boshqa to'lovlardan ozod qilgan, faqat ishlab chiqarishni rivojlantirib, aholini ko'pini ish bilan ta'minlash maqsadida shunga prezidentimiz yo'l ochib berishgan. Ana shundan keyin Qo'qon juda ishlab chiqarishga rivojlangan. O'zi asosiy karvon yo'li bo'lganligi uchun, asosiy yo'l bo'lganligi uchun o'zi shahar tadbirkorligida hamma rivojlangan, lekin mana u muhtaram prezidentimiz bergan imkoniyatlardan juda masshtablashib, shuning ichida keyin bir chekkasida keyin biz ham ana shu yo'nalishlarimizni yanada kengaytirib, boshida bir 5 xil mahsulot, 10 xil mahsulot bo'lgan bo'lsa, hozir 1000 dan ortiq mahsulot ishlab chiqarilyapti. Qo'qon iqtisodiy zonada chiqariladi va O'zbekistonda shu barcha viloyatlarida o'zi magazinlarimiz bor, dilerstvo qilingan. Viloyatlar markazlariga borib, viloyat markazlarida keyin shahar
narxlarga qarab tarqaydi. Zanjirlik velosipedlar bor, ichida elektroskuterlar bor, 3 g'ildiraklik, benzinlik va elektrga hozir butun dunyo shu elektrga o'tganligi uchun shu ularda ham o'sha elektrlari kelgan, o'shalarni ham qilib o'sha yerda anaqa ishlab chiqarilib, butun O'zbekiston bo'ylab sotilyapti hozirgi kunda. Qurilishga jiddiy kirganingiz o'tgan yil shunda? Qurilishga jiddiy kirganimiz 2024 da o'sha muhtaram prezidentimiz Qo'qonga borgan o'sha amaliy tashriflarida Qo'qonni ko'zdan kechirib, Qo'qon o'z tarixiy shahar va o'zini qadriyatini olib qo'ygan. O'sha shaharda asosiy ko'chalarida, sentralniy birinchi darajali ko'chalarida o'sha renovatsiyaga tushgan xonadonlarni o'shalarni qaytadan olib, qaytadan yanada jilovdor, yanada ko'rkam, yanada chiroyli qilish maqsadida o'shalarni birinchilardan bo'lib boshladik. Hozir baravariga birinchi liniyalarda hamda Xudoyorxon o'rdasining oldida birinchi loyihamiz shu markaz loyihasi, Alloh nasib shu bir 10 kun 15 kun ichida topshiramiz. Qo'qonim loyihasi qurilib yotibdi to'xtamasdan tunu kun. Zo'r. Renovatsiya ko'p quruvchilar aytadi, eng bosh og'riq, anaqa qiyin bo'lgan, nima deydi? Hammani rozi qilish qiyin bo'lgan anaqa ish deydi. Siz shu narsani birinchi shiddat bilan kirishingizdan birinchi birdan shunga kirishdingiz. Qanaqa bo'ldi sizda shu narsa? Bunga deng Alloh fazli bilan o'zi mehnatda yo bo'lmasa qaysi kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar shu yoshligimizdan azaldan shu immunitet bizda ko'tarilganki, birov qiyin, birov qabulmaydi degan narsadan boshlaganmiz, yengil o'zi kelaveradi. Mana hozir bitta joyda shu markaz loyihamiz quruq yerda olib qurib turgan loyihamiz. Renovatsiya loyihamiz, Qo'qonim loyihasi, renovatsiya loyihasi. Bu aholi bilan suhbat doirasida bo'lib, aholini ko'chirib, yana o'rniga boshqatdan qurib berilyapti. Ikki xil jarayon bo'lganligi uchun aytamanki, mana markaz loyihasi haligi bir hech qanaqangi zahmatsiz, mashaqqatsiz, oddiy, oson bo'lyapti turgandek bo'lyapti. Ana renovatsiyada sal o'zimiz chaqlanyapmiz. Ancha ham chaqlanyapmiz, ancha ham haligi quvvat kerak bo'lyapti. Shundan keyin ko'payib ketdi soch tog'i keyin. Shuni olib boryapmiz. Zo'r. Adashmasam 500 tacha xonadon qurilyapti, 100 tadan ziyod oila, kvartiralar renovatsiya bo'lyapti, to'g'rimi? Yo'q, Qo'qonim loyihasida umumiy xonadonlarimiz soni 998 ta. Umumiy. 2 ta kam 1000 ta. Umumiy soni 1000 ga yaqin xonadon qurilyapti. Bundan 110 tasi renovatsiya. Eski o'sha yerda 3 etajli, 4 etajli 2 etajli domlar bo'lgan. O'shalarni o'zini egalariga 2 etajini berib, qolganini keyin sotuvga. Zo'r. Tashqaridan qaraganda sinos bo'layotgan joyiga xuddi xalqni uylarini tadbirkor olib qo'yayotganday, xuddi buzib tashlayotganday ko'rinadi. Shu uchun ichki tarafi qanaqaligini so'ramoqchiman-da. Ichki tarafi shunaqaki, haligi 5 qo'l baravar bo'lmagandek hamma har xil tushunadi. Buni har bitta o'sha fuqaro bilan suhbatlashganda tushuntirib o'tilyapti. Sabab ikkinchi bozor, ikkilamchi bozor deyiladi. Ikkilamchi bozorda o'sha uylarning qiymati o'rtacha masalan 20 ming AQSh dollar turadigan bo'lsa, hozir biz uni o'sha 1 yil vaqt ichida olib buzib boshqatdan qurib, novostroyga qilib bersak, o'zi narxi o'zi xohlagan va xohlamagan holatda 50 ming. 1 yil ichida 50 ming. O'zidan-da ko'ra 1,5 karra oshib ketyapti narxi. 20 ming uy 50 ming ketyapti. Sabab uni tushuntirib o'tilganda keyin tushunyapti-da, demak, sabab uylar o'zi 58-55-yillari qurilgan, yaroqsiz holatga kelib bo'lgan, hech qanaqangi talabga javob bermaydi. Hech qanaqangi bir zilzila bardoshlik yo'q, yo'qsa erkka o'sha arxitektura bo'yicha qilingan, hech qanaqangi bir qulayligi ham yo'q. Faqat lokatsiya yaxshi, xonadonlarda umuman sharoit qolmagan o'zi. Endi hozir bu yangi bo'lgandan keyin eng oxirgi uslubdagi loyiha bo'yicha bo'ladi va zamonaviy ko'rinishga ega bo'ladi va ichida barcha infratuzilmalari bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, Qo'qon shahardagi markaziy ko'chalardagi 2 qavatli shu ma'nan eskirgan loyihalar qaytadan yangilanib, shahar chiroyli bo'lishi uchun qaror chiqqan. Shu doirada siz o'sha qismini, Qo'qon loyihasining o'rnida joylashgan eski domlar sinosga chiqarildi. Sinosga chiqarish jarayonida o'sha yerda yashayotgan aholi vaqtinchalik ijaraga o'zlari xohlagan joyga chiqarildi. Xuddi shunday. Keyin bitgandan keyin yana o'zlari avval yashayotgan kvartira aytaylik 50 kvadrat bo'lsa, kamida 50 kvadratli kvartira ularga yana qaytarib berildi va yangi qilib bozor narxidan
avvalgi o'zini kvartirasidan endigi kvartira qimmat bo'lyapti o'zini olayotgani. Buni shunday qildikki, masalan, o'sha siz aytganimizdek 50 kvadrat olgan bo'lsak, biz o'zimiz hissamizdan 55 kvadrat. Ha, yana qo'shib berildi kerak. Va remont holatda, remonti bilan. patkulish holatda qaytarib beryapmiz. Ungacha o'zlari xohlagan lokatsiyadan o'zlari ijaraga uy topishyapti. O'shani biz birdaniga 1 yil ijara haqini to'lab beryapmiz. Zo'r. 1 yildan keyin qaytarib o'zlarining joylariga olib kelib, o'sha 20 minglik uylar, 20 minglik uylari 50 ming bo'lib, mazza qilib, shod-xurram. Kimdir shu uyni o'zi remont qilaman deb yurgan bo'lganda ham baribir shu ishni qilardi, qayergadir kvartiraga ko'chgan bo'lardi. Tushundim. O'shani biz shu narsani siz hammasini o'z qilib beryapsiz. Ommaviy qilib qilyapmiz. Eng qizig'i ijara pulini ham o'z to'lab berasiz. Anaqani buzish ham o'zingizdan, qayta qurish ham o'zingizdan, remont ham o'zingizdan. Ko'rinishi juda oddiy. Mana bu yerdan nigohdan qaraganda, ha, bularni ko'chiryapti va qanaqadir bir moddiy manfaatga ega bo'lyapti. Keyin yana qaytarib ko'chirib olib kelib qo'yapti. Bir rakursdan qaralgan. Lekin uni ichiga kirilganda, uni ancha mehnat, ancha zahmatini o'zlari bilishadi. Sabab har bitta fuqaroni o'zini dunyo qarashi bor, o'zini gapi bor. O'shanga har bitta fuqaro bilan Alloh qodir qilgancha birma-bir gaplashib, uni dardini, uni masalasini yechib, albatta o'sha hokimiyatimiz bilan birgalikda, hamma mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ularni og'riqli nuqtalarini hal qilib, keyin biz ularni ko'chirib, yana 1 yildan keyin qaytarib olib kelib egalarga topshirish maqsadimiz. Siz shu paytgacha shug'ullangan bizneslar ichida eng qiyini qaysi bo'ldi? Eng qiyini mana shu. Eng og'riqlisi mana shu. Qurilish bo'lib ham renovatsiya. Qurilish bo'lib ham renovatsiya. Sabab qurilishni ichida mana markaziy loyihamizni qurib turgan bo'lsak, faqat bir tomonlama ishlash. Qurish va sotish. Renovatsiyada olish, qurish va sotish. Olish deganda ham bir odamdan bas. Bir necha yuzlab odamdan olish, hamda keyin uni qurish, keyin unda sotish. Ham shaharda birinchi liniyasi bo'lganligi sabab u joyda qurilishni birinchi navbatda o'sha ekologiya mutasaddilari bilan chang chiqarmasdan ortiqcha, ikkinchi navbatda tezkorlik bilan bitirib berish kerak va eng sifatli va eng standartlari o'sha eng o'zida mustahkam bo'lgan markaziy ko'chaga mos bo'lgan fasadda bo'lishi kerak. Zo'r. Xo'p, ko'pchilikka beriladigan qiziq savol. Shu paytgacha siz qancha pul, eng katta pul yo'qotganingiz? Aytaylik, qaysidir bir xato qaroringizdandir, vaziyatdandir. Qancha pul yo'qotgansiz, qaysi biznesda? Qancha pul yo'qotgansiz, qaysi biznesda? Mana shu tekstil biznesimizda juda katta pul yo'qotganmiz. Tekstil biznesimizda juda katta pul yo'qotishligimizga sabab eksportga chiqarganmiz. Armeniyaga eksportga chiqarganmiz. O'sha eksport biz bilan birga ishlayib turgan, o'sha hamkorlikda ishlayib turgan fuqarolarga aldanib qolganmiz. Bo'ldi biz olamiz degan. Bo'ldi biz olamiz degan, biz mahsulot olib borib ham berganmiz. Ular bilan bir qancha vaqt ichida ishlaganmiz. Yillab ishlaganmiz. Undan keyin oxirgi jo'natilgan tovarlarni pulini olmaganmiz. Qancha bo'lgan shunda bu? Bir 2 millionga yaqin. 2 millionga bitta сделкада kuyyapmiz. Sabab ular bilan yillar davomida ishlab kelganmiz. Yillar davomida ishlab kelib, keyin o'sha oxirgi jo'natilgan partiyalarda olmadik, keyin borsak ularda o'sha boshqa joyda o'zini moliyaviy muammolariga bizni mahsulotlar bilan yopgan. Xullas sizlar bu yerda jertva deydimi? Jertva bo'lganmiz. Qurbon bo'lganmiz. 2 million dollarlik, 2 million dollarlik tovar ha bu. O'sha paytda. Qanday prosesdan qanday o'tib olgansizlar keyin? Men hamisha o'sha prosesdan o'tib turganimda u gapirib berish juda oson bo'ladi, Jo'robek. Lekin o'sha zarba kelganda odam o'zini tuta bilishi ichida juda og'ir bo'ladi. Men o'sha zarba kelganda, o'sha eng og'irlik o'sha zarba kelganda hozirgacha eslab turaman. Shu shom namozi bilan xufton namozi o'rtasi edi. Shu xufton namoziga endi tahorat olib o'qiyman deganimda shu zarba keldi. Telefonda xabar keldi. Shunaqa bo'pti degan xabar keldi. Hali joyda namoz o'qiyapman, xushu-xuzu buzilgan, lekin shukr qilyapman. Nima bo'lgan taqdirda ham deyapman o'zimga o'zim, uyimdaman.
Ota-onam yonimda, farzandlarim yonida. Alloh berdi, Alloh oldi. Ketgan bo'lsa, zakotlari berilgan, ihsonlari qilingan, shu narsa ortig'i bilan keladi. Bersa ne'mat, bermasa hikmat. Namozimni o'qib ketaverdim. Xursandchiligim hamisha, shodligim nimada bo'ladi desiz, shodligim shu hamisha shu tinch zaminda ota-onam, farzandlarim yonimda deyman. Shu bilan har qanday holat bo'lsin, tasalli berib o'taman. Shu yechimi yo'q narsa bermasin, yechimi yo'q sinov bermasin deyman Alloh subhanahu va taolo. Sabab mulkni harakat qildik. Mana hozir o'zimiz 40-41 ga kirgan bo'lsak, Shohruxbek juda ko'p katta mulklarga ega bo'ldik, juda ko'p mulklarni yo'qotdik. Lekin alhamdulillah o'zimiz yo'qotmadik. Alloh berdi, Alloh oldi dedik. Sabab yigit kishi qanday bo'lish kerak deganda, yigit kishi yugurib ketyaptimi, qoqindimi, turtindimi, qoqib yana yurib ketaverish kerak. Hech qachon orqasiga qaramash kerak. Orqasiga qarasa og'riqlarni ko'radi, yurgisi kelmay qoladi-da. Faqat oldinga qarab, shijoat bilan, g'ayrat bilan yana boshqadan harakat qilaverish kerak. Allohning mulk qizig'i yo'q, beraveradi. Faqat shu yonida har doimgidek aytayapman, o'sha ota-onasi, farzandlari, oilasi, yaqinlari, o'sha o'zining jamoasi yonida turganligini bilsa, odamga shu katta shijoat beradi, katta iroda beradi, katta g'ayrat beradi. Shu bilan yana boshqadan harakatlana biladi. Ana shu odamda hamisha oldiga qo'ygan maqsadga erishish niyati bo'ladi. Sabab to'xtab qolmash kerak, chekinib qolmash kerak, u og'riqdan bezib qolmash kerak. Albatta og'riqda shifosi bo'ladi. Faqat o'sha davosi yo'q, og'rib qolmasa bo'ldi. Har qanday narsani yechilsa bo'ladi. Zo'r. Demak, eng qimmat narsalar, eng muhim bo'lgan narsalar yoningizda bo'lsa, men pulni keldisi, odamni o'ylantirmaydi. Rizq Allohdan-da. Aytdim-ku, hammamiz yeydiganimiz shu bir chinni osh. O'shan bilan qornimiz to'yadi. Faqat o'sha odamni o'zini tutishiga, o'zini niyatiga, uni qarab, kasbiga qarab Alloh subhanahu va taolo mulkni beraveradi. Siz birinchi navbatda mulkni egasi u. Shuni his qilib turib, siz oldin Robbini eng yaxshi ko'rgani, masalan, siz bilan bizga kasb bersa, siz bilan bizga dunyo bersa, siz bilan bizga mulk bersa, qancha xursand bo'lamiz. Siz bilan meni o'rtada vositachi chiqib turib, biz ham kimgadir bersak, u ham qancha xursand bo'ladi-da. Mana bir odamga bir yaxshilik qiling, kuni bilan, kechasi bilan zavqingiz chizga to'lmaydi. Xursand bo'lasiz bir odam mushkulni oson qilsangiz, shunga sababchi bo'lib qoldim men. Siz qo'lingizdan kelibdi, ozgina narsa qildingiz. U uchun juda katta narsa edi-da. Xuddi shunday bizni hojatimizni chiqarganda Alloh subhanahu va taolo juda xursand bo'ladi-da. O'shanga bilingki, siz ham hamisha berishda biling. Hamisha siz ham bo'lishda biling. Eng go'zal narsa bu dunyoda bo'lishish. O'sha niyatga qarab amal bo'laveradi. O'sha niyatni to'g'ri qilib amalda bajaraversak, o'shanda eng go'zali bo'laveradi. Hamma chiroyli gapirishni biladi, uni amalda tatbiq qilish kerak. Kim amalda tatbiq qilsa, yutuq o'shaniki. Umidjon aka shunaqa maqol bor. Sherik oshdi it yemas deydi. Sizda ham shunaqami yo boshqacharoqmi? Yo'q, menda unaqa emas, lekin juda ko'p yillar mobaynida men aqlimni taniganimdan buyon hamisha shu ustozlarim bilan yo do'stlarim bilan yo akalarim bilan sheriklik ishlab kelganman. Hammalari bilan ishlab mana hozirgacha baraka topganman. Shohruxbek hayot shunday. Baraka sizdanmi, baraka mendan bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, kimda kim iymon bilan, e'tiqod bilan amalda sobit tura bilib sherik bo'lsa, uchinchi sherigi menman deyapti-da. O'shanga hamisha sherik tanlashda uni gapiga, uni husniga bas, uni amaliga qarab turib sherik tanlasangiz, o'shanda sobit bo'ladi. Siz qanday niyatda bo'lsangiz, sherik ham xuddi shu niyatda bo'lgan bo'lsa, shunaqa qattiq harakat bo'ladi, shunaqa Alloh subhanahu va taolo barakani beradi, siz o'ylaganingizdan ziyodasini beradi. 1-1-11 bo'lish shunda bo'ladi. 1-1-2 bo'lmaydi, o'shanda 1-1-11 bo'ladi. Zo'r. Buning uchun demak, sherik haqqiga xiyonat qilmaslik, bu sherik o'zining vazifasini aniq bilib olib, aniq bilib, o'shaning ustida qattiq harakat qilishda ishlash kerak. Sabab sheriklaringiz ham o'zingizga o'xshagan g'ayratlik, shijoatlik, bir so'zlik, sadoqatlik bo'lsa, siz shuncha ko'soyda xohlasangiz, mana shunchasini Alloh subhanahu va taolo berib qo'yadi. O'shanga aytamanki, baraka ko'pchilikda. Lekin ish jarayonida insonda
inson xatodan xoli emas. Texnik nosozliklar bo'lishi mumkin, qanaqadir anglashmovchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin u narsalar bo'lib o'tadi hammada. Inson xatodan xoli emas-da, lekin eng asosiysi mana u omonat joy-joyida tursa, bir-biriga omonatdor bo'lsa, ana shunda baraka bo'ladi. Sheriklarda qaysi birlamchi bo'lgan xususiyati bo'lish kerakki, uni bittasi bo'lmasa ham sheriklik to'xtatish kerak. Eng birlamchi, qolgan kechirsa bo'ladi. Halollik. Eng birlamchisi adyolni hamisha o'ziga tortmashingiz kerak. U ham o'ziga tortmash kerak. Adyolni shu o'rtaga tashlab qo'ysak, hammamiz isinamiz endi. Endi shunga bitta misol o'ylaganman-da. Tasavvur qiling, hozir nasib bo'lsa podkastimizdan keyin birga tushlikka boramiz 5dan keyin. Aytaylik, bugun osh yesak kerak menimcha. O'zi reja qilib qo'yapman podkastga kirganlar. Osh yesak, masalan, hozir mana 5-6 kishi kamera qarshisida o'tirib, 5-6 kishi o'tiribmiz, tasavvur qiling. Xudo xolasa bitta tovoqqa soldik oshni. Umid aka oling desam, "Yo'q, siz oling" deydi. Yoki Diyorbek ol, Ravshanbek ol desam, "Sizdan bo'lsin" deb aytaylik, teng yoshlilar. Yosh katta bo'lsa, yosh katta birinchi boshlagani yaxshi-yu, lekin teng qurlar borsa, "Sendan bo'lsin" deydi. Sen ye degan. Men ya'ni men birinchi yeyman deganda tabiiy narigi tarafda, "Nega sen birinchisan? Men birinchi yeyman" degan reaksiya paydo bo'ladi. Agar sen birinchi yil, sen boshla deb hurmat bo'lsa, narigi tarafdan tabiiy reaksiya paydo bo'ladi. Yo'q, sen birinchi boshla deydi. Ya'ni mehr berish bilan narigi tarafdan mehr kelaverishi, menga boya aytganingiz adyolni o'ziga tortish bilan u tarafim yo'q menga bo'ladi deyishi bor bo'lgan narsaga ko'p kuzatdim shu narsani. Qachon ozgina odam bag'ri keng bo'lib, odab axloq bilan yondashib, sherikchilikda ham yondashib, narigi tarafdan xuddi shunga o'xshab reaksiya qaytaradi. Qachon tortsa tortadi. Shu demoqchi bo'lganim bu xalqning ichida ham, biznesda ham shu insonlar bilan bo'lgan munosabatda ham ko'p ko'rinadigan narsa-da. Amaliyotda. Masalan, ko'cha-ko'yda umuman tanimagan odamingizga ham borib "Assalomu alaykum" deysiz, narigi taraf tabiiy reaksiya bilan hurmat yuzasidan berilgan salomga "Alaykum assalom" desa, shuni to'satdan turib unga bir neto gap gapirsa, u ham to'satdan turib, yo ko'chada ham signalda, mashinada qattiq bosdingiz, aytaylik, haqqingiz bor bo'lgan vaziyatda sizga yo'l bermay qoldi. Bilmayman, siz yo'lingizni to'sdimi, signal bosdingiz, u ham nimadir deb jahlini bosdi, nimadir deydi yoki boshqa bittasi shunaqa qiladi. Yoki siz masalan ozgina mulozamat qilib, nima deydi, bir qo'lingizda bor bo'lgan imkoniyatni bir himmat qildingizda, shu yo'l berdingiz masalan, u masalan averinkasi bosdi. Ya'ni tabiiy reaksiya bu odam hamkorlarda hayotda doim balkim bilan ma'lum bir daqiqa, ma'lum bir sekund, ma'lum bir yillar hamkor bo'lamiz-da baribir. Shu paytdagi holat. Mana qarsi ikki qo'ldan chiqadi deydi mana. Xuddi shunday hali bitta qo'l harakatlanarsa, unda dovush ham bo'lmaydi. U charchab ham qoladi-da o'shanga. Qarshi reaksiya bor-da, mana qarsi ikki qo'ldan chiqqandek, o'sha sizni sherigingiz bo'ladimi, hamkoringiz bo'ladimi, o'sha baravar bo'lsa, o'shanda ovoz ham chiqyapti. O'shanda o'sha harakatning natijasini ham sezyapsiz-da. Xuddi shunday o'sha oldik dedi, lekin baravariga qani bo'lmasam baravar olaylik deyilsa, hammani ko'ngli to'ladi. Baraka sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Baraka ko'pchilikda deganlar-da. O'shanga baravariga olsak barakali bo'ladi deyiladi. O'shanga oshni o'rtaga qo'ygandan keyin baravar olinsa, meni ham ko'nglim to'q, sizni ham ko'ngli to'q, atrofdagilar ham aytadiki, "Ha, bizni ham ajratib qo'yishmadi." Deysiz-da. Men sabab xuddi shunday o'zimizni qo'l ostimizdagi ishchilarni mavqei, qaysi darajada nima ish boshqarishdan qat'iy nazar hamisha dasturxonda birga o'tib, birga taomlanishni yaxshi ko'raman. Sabab ularga berilayotgan turgan e'tibor. Birinchi navbatda, kelin men bilan bo'lishyapti deydi. Men aytamanki, qo'lingdan kelsa bir narsalarni o'zing ko'rsat, bo'lish deyman. Zo'r. Shu narsadan sen ham olgin deyman, natija. O'shanga birinchi navbatda bo'lishni bilish kerak. Zo'r insight aytdingiz, osh temasi bugungi yana darsi ozgina o'zimda bitta insight aytib ketay. Oxirgi marta men qachon biron bir joyga kim bilandir borib ovqatlangan bo'lsam, osh yetgan bo'lsak, ayniqsa alohida osh soldirib yeganimizni sevmayman. Masalan aytaylik, Diyorbek bilan birga obed qilyapmiz. Ofisant kelsa, alohida solib beraymi? Masalan 2 tosh bering desak, masalan alohidami desa, yo bitta bering deyman. O'yladim, ko'p hikmat bor aslida bu yerda. Alohida yeyilishda har doim tarqoqlik, men bunaqa yeyman, sen bunaqa yeyman deyish, har xil anaqalar bo'ladi. O'sha qandaydir mana tabaqalanish deyish mumkin. Masalan, men aytayapman, men bunaqa go'shtli yemoqchiman desam, men bunaqa osh, u men bunaqa deb. Ba'zida balkim
hammani ixtiyoriy qo'yib berish yaxshidir, lekin ahillikni oshirish uchun, hamjihatlikni oshirish uchun, jamoaviylikni oshirish uchun bitta idishda bo'lsin, imkoni qadar. Ya'ni juda ko'p bo'lsa, 3 ta 4 ta bo'lib bitta beriladi, masalan. Demoqchi bo'lgan narsam, yeyotgan paytda ham siz o'sha insonning xarakteri qanaqaligini bilasizda. Aytaylik, go'sht qanaqa yeyapti, yo salat qanaqa so'byapti, ana shu yerda inson tabiati yuzaga chiqadi. Ya'ni biznesdagi va aytganingizdek adyolni o'ziga tortadi, faqat menga bo'lsin deyish bilan mana shu tovoqda yeyotgandagini o'zini bilinadi mana shu yerda. Qanaqa yondashish, masalan. Ko'p narsa shu dasturxonning ustida birga hamtovoq bo'lish deymizmi? Ana birgalikda ovqatlanish bilan ham ko'p narsa shakllanadi. Bir mehr, hamjihatlik, birgalashish, o'sha yerda mana sen ye desa, narida sen ye deb o'rtada mehr paydo bo'ldimi? Xuddi shunda ishda ham, "Men aka bu senga bo'lsin" desam, nari taraf, aka endi bu sizga bo'lsin" deb ana shunaqa yondashish bo'ladi-da. O'sha yondashish zo'r yondashish Orug'bek, lekin hayotda siz ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomonini aytib o'taman sizga. Ishdan tashqaridagi muammo bo'ladi insonda. Masalan, siz aytishingiz mumkin, bu meni sherigimdagi, meni ishimdagi muammo, ba'zi tashqaridagi muammoni o'zi hal qiladi. Menga daxli yo'q, men yelkamga og'irlik tushgani yo'q, o'zining muammosi o'zi hal qilsin. Yo'q. Mana shu xato fikr. Uni muammosiga ham siz kirib turib, uni Alloh qodir qilganicha sabablarni qildingiz. Yoki u moddiy bo'lsa, ma'naviy bo'lsa, qanaqadir bir inson-ku, oilada muammo bo'lishi mumkin, hayotida muammo, boshqa bir biznesida muammo bo'lishi mumkin, yo'qsa bir joyi og'rigan bo'lishi mumkin, qanaqadir narsalar kirgan bo'lsa, uni birga yechishingiz kerak. O'sha yechinganda, ha, aka menga yelkadosh ekan. Aka menga tirgak ekan. Har doim yonimda ekan. Har qanaqa narsa bo'lganda ham men chaqirmasam ham eshitib qo'yib kelib, men harakat qilyapti dedi-da, ana shu bilan sizga bog'lanish bo'ladi. Ana o'shanda keyin yanada mana u narsa mustahkam bo'ladi. Sadoqat bo'ladi. Sabab sherikarlik bo'lgandan keyin yaxshi kun, yomon kun birga baham ko'riladi-da uni. Faqat dunyoning ustida sherikchilik bo'linmaydi. Inson borki, hayotda borki, har xil narsa bilan sinaladi. Har qanaqa narsa bo'lsin, maslahat qilish kerak. Hali eng yaxshi ko'rgan gapim bor. Maslahatda baraka bor. Bitta kalla, ikkita kalla mahalla. O'shani o'rtaga tashalansa, chiroyli qilib yechilanadi. Zarmaqal bo'ldi. Mahalla degani eshitmadim avval. Eshitganman, lekin bitta kalla, ko'p kalla, yaxshi kallamidi, madra degan. Lekin sizda bugun maqolda o'qiyapsiz, to'g'rimi aka? Yo'q, bormi? Ha, o'zi bormi? Bormi? Qo'yil lekin. Xo'p, bu masala sheriklar ham emas, kompaniyadagi xodimlar bilan, jamoa bilan bo'lgan munosabatda ham o'zi asli shunday. Munosabatda ham xuddi shunday. Uni faqat uyda muammosi bo'lib turgan bo'lsa, u men masalan emas, sen bugun falon ishingni qil deb yondashganingiz bilan u inson ichida yuragida olov yo'q, bugun bu ishni qilishga, chunki odam muammosi bor. O'shanga mana yigitlar hammalari bilishadi. Ya'ni kelib ayt deyman-da, shu men 10 so'm oylik olyap turgan bo'lsa, hammasi bari moddiy nimaga taqalib turgan bo'lsa, sizda ishonchi. Boshqa qayerga boradi? Uni bir ko'nglini to'q qilib, qanaqadir bir yordam berasiz, bo'ldi dedi. Men og'ir kunimda Shohruh aka menga tayanch bo'ldi. Shohruh aka menga tirgak bo'ldi. Endi bir narsa bor-da. Unga juda katta bo'lib tuyulgan muammo sizga bir telefonda. Lekin u muammoni kelib aytishni o'zi sizga ancha. Odam kelib o'zi bitta gapini, dardini aytib olishi qiyin-da. Hozir aytsam qanaqa qabul qilar-kunlar, menga nisbatan fikrlari o'zgarib qolmasmikan dedilar. Lekin sizda ko'p tanish bilishingiz, ko'p aka-ukangiz borligi uchun sizga muammo bas. Shu kelib u 3 kunda o'zi yurayotdi, tomoq yutib kelib aytayapti. Siz hozir mana deyapti, telefonni olib, "Aka, assalomu alaykum, sizning sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, shu jiyanimizcha kasallik bo'libdi, shungacha yordam qilib yuboring. Bo'ldi, xo'p, mana boryapti, xo'p, men nomda uchrashadi." Bo'ldi, o'shan bilan uning masalasi hal bo'lib ketdi. U bir hafta o'ylardi shunday. U bir hafta o'ylandi, o'shandan keyin uni uyga borsa aytadiki, "Ha, Shohruh bey bor ekan. Balam, nima bo'lgan taqdirda ham mana shu narsaga shu sabab bo'ldi" deydi. Otasi xursand bo'ladi, onasi xursand bo'ladi, oilasi, farzandi bir oila sizga hamisha duo bo'ladi-da. Bor fokusini ishga qaratadi. Bor fokusini ishga qaratadi-da. O'shanga ularga faqat moddiy emas, o'sha ma'naviy ham yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ishda qorovulimiz bo'ladimi, biz yonimizdagi bizdan keyingi mo'min bo'ladimi, kim bo'lgan taqdirda ham shu o'shani qila bilsangiz, boshqa joyga ketishdan ko'ra siz bilan birga issiq joyda o'tirgisi keladi hamma. Bizni jamoamiz endi ko'pchilik bolalar qishloqdan har xil sharoitli joylardan chiqib keladi. Ko'pchilik moliyaviy holatda, unda pastroq holatdan chiqib keladi. Endi Xudoga shukr, ocharchilikdan kelmayapti. Shu ota-onasi qo'ldan kelgancha vaqt katta qilgan bo'ladi. Ko'pchiligini holati uylanish kerak bo'lgan etap bo'ladi. Endi o'zim ham uylanganimga 5 yil, 6-yil ekan hozir. Jamoamda aksari mendan yosh kichkinalar
ukalarim, shogirdlar kirib komandaga qo'shilib kelgandan, yoshini bilamiz, boshqasini bilamiz, o'zi ana komandada nima paydo bo'lgan bizda? Ketma-ketlik. Bundan keyin bu uylanish kerak, bundan keyin bu uylanish kerak, bundan keyin yoshga nisbatan qaralib, holatga qaralib, asosiy targ'ibot uylan bo'ladi-da. Hozir aytganingizdek, muammo bo'lishi mumkin ota-onasining sog'lig'idagi muammo. Muammo bo'lishi mumkin, aytaylik bir kontraktni to'lash kerak. Muammo bo'lishi mumkin, bugun kvartira puliga yetmayapti va bitta eng katta ehtiyojlardan bittasi bu kvartira pulini shu oy hal qilsa bo'ladi-da. Eng katta miyani biz jamoamizda egallab turayotganlarda misol tariqasida aytyapman, bu uylanish bo'ladi. Shuning uchun doim uylan, bunday qil, jamoada hamma bir-biriga bu taraflama maslahat berganda, ya'ni nima deydi, halida daromadim bunchaki, uylanib olsam qanaqa bo'lar ekan deb ikkilanib tursa, anosi men deydi qarzga uylanganman deydi. Bu deydi hamma har xil tarafdan, kimdir moddiy tarafdan yordam beradi. Jamoaviy qilamiz bu narsani. Kimdir maslahati bilan uylanish temasi miyadan ketishi bilan bitta etap o'sadi-da o'sha bola. Endi xullas kattaroq muammoni yelkasiga olgan bo'ladi. Endi yana dadilroq harakat qiladi keyin. Sabab inson uylangandan keyin unga Alloh subhanahu taolo barakani ikki hissa qilib beradi-da. U ayolnikini ham beradi, ertaga farzandi bor, o'shanga u narsaga o'zi umuman o'ylanmash kerak. Lekin o'shangacha bo'lgan period bor-ku, mana siz aytyapsiz, o'shangacha bo'lgan periodda o'sha siz dalda berib, yana qolgan komandalar unday qilsa, ungacha tayanch bo'ladi-da, ishonch bo'ladi-da. Ha, nima bo'lgan taqdirda eplab ketamiz ag'ini. Va yuryapti ishlar. Akamlar davay deyishyapti, deydi-da, lekin ichida umid ishonchga aylanadi-da. Ishonch keyin hayotga tatbiq qilinadi. Sizda bugungi erishayotgan yutuqlaringizda ayolingizning yangamni o'rni qanday? Yangiz o'rni juda katta. Sabab birinchi navbatda o'sha oilada o'sha farzandingizni va oila a'zolaringizni xotirjamligi, tinchligi, ko'nglingiz to'q bo'lishi uchun o'sha ayolingiz o'sha muhitda, o'sha jarayonda ushlab turadi. Siz keyin ko'chaga chiqib bemalol xotirjam bo'lib, yangi g'oya, yangi ish aytadi-ku, ijodkorga ijod qilishga sharoit kerak deydi-ku. O'sha sharoitni siz ko'chaga chiqdingiz, kenglikka chiqdingiz, ba'da hamma narsa xotirjam bo'lgandan keyingina, keyin siz xotirjam bo'lib ijod qila olasiz. To'g'ri fokus qaratasiz. Agar biron joyda texnik nosozlik bo'lib turgan bo'lsa, fokus boshqa joyda, ong boshqa joyda, ana u muammo boshqa joyda bo'ladi. O'shanga har qanaqangi muammo, ko'chadagi muammo yechilib ketadi. Mana aytdim-ku, dunyo bilan bog'liq bo'lgan, kasb doirasida, ishxonada bo'lib turgan muammo, qanaqadir narsalar yechilib ketaveradi. Samimiy eng muhimi oila tinch, ota-ona tinch, farzand mustahkam joy-joyida tursa bo'ldi. Qolgani yechilaveradi. Ko'chadagi muammo yopilib ketadi, yonadi. Yonadimi, kuyadimi yechiladi-da u. Birinchi navbatda sog'liq, salomatlik bo'lib tursa, hammasi mustahkam bo'lib ketaveradi. Zo'r. Birinchi navbatda Shohruxbek, men o'zim aytadigan gapim, hozir kunda dunyo notinchda. Men mana shu yerdan shod bo'lib turgan narsa, mana shu yerdan xursand bo'lib Allohdan qayta so'rab turgan narsam, bizni birinchi navbatda yurtimiz tinch. Yurtimiz tinch bo'lgandan keyin bu yurtda xohlagan tijoratni xohlagan darajada qilaverasiz. Ko'nglingiz ham to'q bo'laveradi. Mana hozir Qo'qondan kelib mana shu yerda o'tirishim uchun mana shu yurtimiz tinch, ishlar joy-joyida ketyapti. Siz bilan men suv ichib, choy ichib, bir piyola sutda gaplashib, fikr almashyapmiz-da. Bu nimadan? Bu yurtimiz tinchligidan, osmonimiz musaffoligidan, qilib berilib turgan imkoniyatlardan to'liq foydalana bilyapmiz-da. Yana ham hali juda ko'p qilinadigan va qilinishi kerak bo'lgan ishlarimizda. Endi qaysidir bir qirralarini siz bilan biz qilalyapmiz, qaysidir bir qirralarini keyinga olib qo'yapmiz-da endi. O'shanga men o'zim yosh bo'lgan taqdirimda ham sobiq o'sha SSSR yo'g'rida tug'ilganman. O'zbekistonni ko'rganman. Mana yangi O'zbekistonda ichida yashayapmiz-da. Qisqa muddatda 3 ta davlatni ko'ryapmiz degan bo'laveradi. 3 xil holatda. 3 xil holatda ko'ryapmiz degan bo'ladi. Hisam qilganmiz. Maktab paytimiz ham bor. Arada keyin mana yashab turgan jamiyatimiz ham bor. Keyin mana ko'ryap turgan jarayonlarni ko'ra bilyapmiz-da. Bu qisqa muddatda ichida 3 ta davlat, 3 ta asrda ko'rib olish qiyin. Haligi ruschada hammaga ham nasib qilavermaydi. O'zbekchada aytganda, ruschada ne каждому deydi, hammaga ham nasib qilavermaydi. Buni to'g'ri baholab bilishimiz kerak, bundan foydalanishimiz kerak-da. Men mana shu tadbirkorlikni boshlab
ana shu 2016-yilgacha eng og'riqli bo'lgan, hamma tadbirkorlar biladi. O'zim tadbirkor bo'lganim uchun menga eng og'irliqli nuqtalarim menda shu O'zbekiston so'mini chet el valyutasiga o'tkazib konvertatsiya qilish menga shu yillar davomida desam bo'ladi, shu bir og'riq berib kelgan mana shu. Menga emas, hammaga. Oddiy misol, tadbirkorlik sferasida kim ishlagan bo'lsa, muammosi faqat shu edi. Konvertatsiya, pul bor, konvertatsiya qilib bo'lmaydi. Pul bor, limit yo'q, ограничение bo'lgan, shakllantirish muammo, nuqul muammo bo'lganda, mana shuni o'zi konvertatsiyani ochib qo'yilganligi o'zi butun dunyoga O'zbekistonni shunaqangi ochib berdi. Karra raqamlar o'sib ketdi-da. Nimaga? Oldin $100,000 chiqaraman deb qancha vaqt kutishingiz kerak edi. Qancha odamlarga chiqib iltimos qilishingiz kerak edi-da. Hozir 100 millionni 1 sekundda chiqaralyapsiz. Endi siz plyus qancha tez tashqariga chiqyapti, shuncha tez mahsulotingiz kerak, tovar aylanmasi tezlashyapti-da. Ana shuni hisobiga hozir O'zbekistonda taraqqiy etish hukumat tomonidan ham, tadbirkorlar qo'lidan pul ko'payib ketdi. Karra oshib ketdi. Nimaga? Eshiklar ochib qo'yilganligi uchun-da. Bitta mana shu moddiy aylanmani eshigini ochilganligi uchun hammaga ta'siri bor. O'sha mana shu yerda o'tirgan rahbarlardan eng quyi pog'onada o'sha qishloqdagi aholigacha yetib bordi. Hozir muammo yo'q. 1 sekundda Amerikaga yetib boryapti, 1 sekundda O'zbekistonga qaytib kelyapti-da. Hali biznes sferada yurgan odamlarni bunday qilsangiz, ana shu periodda ishlagan, mana shu perioddan o'tgan odam borki, buni qadr-qiymatini juda katta baholaydi. Zo'r. Men o'ylayman, ko'proq noshukrlik bizlarda yosh avlodda bo'lsa kerak deyman. Mustaqillik davridagina yashagan. Hozirgi zamon faqat shu qismini, yaxshi tinch zamonda ko'rayotgan avlodda ko'proq bo'lsa kerak noshukrlik deyman. Chunki biz urush ko'rib, bir mamlakat to'polon ko'rmaganmiz, Xudoga shukr. Shuning uchun haligi baribir o'zi hayot shunday degan norma degan xayol keladi. Lekin bunday tasavvur ko'rsak, rostdan ham aytganingizda qaytaylik, bugungi hozirgi kunda, kechagi kunduzda qaysi davlatlarda tug'ilgan bo'lganimizda, hozir siz bilan kameraning qarshisida gapirib o'tirish yoki biznes qilish yoki biron joyda o'qish emas, yelkaga hozir avtomat ko'tarib endi bu yoqqa ekan deb ketayotgan bo'lardik-da. Mabodo ertaga, mabodo bugun oxirgi kunim bo'lishi mumkin deb bir anaqa bilan ertaga kun bo'ladimi, bo'lmaydimi noma'lum. Endi hammada shunday-ku, lekin u yoqda urushning ichida bo'lganligi uchun ham tem bo'lib shunaqa bir hissiyotni o'ylab tafakkur qilib ko'rsak realni. O'sha tinch zamon, tinch makonda yashab turganimizga har kun shukr qilishimiz kerak. Avvalambor Allohga hamisha hamd aytish kerak va shu muhtaram prezidentimiz shunaqangi imkoniyatni beryaptilar yoshlarga, tadbirkorlarga, sportsmenlarga, ijodkorlarga, kim qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar eshiklari behisob chek-chegarasi qilib ochib qo'yilganda, ana shundan kelib chiqib biz aytyapmizki, bugun Qo'qonda qurilish qilyapmiz. Biz Farg'onada qurilish qilyapmiz. Biz ertaga Toshkentga kelamiz. Yana qo'shqa viloyatlarga o'tamiz deb tarmoqni kengaytiryapmiz. Nimaga? Berilayotgan turgan imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Bu imkoniyatlarni keng, juda ko'p minglab qo'ldan kelgancha odamlarni uyli-joyli qilib, keng targ'ib qilib, keng shakllantirish kerak. Bundan to'laqonli unumdorlik holatda foydalanib olish kerak. Zo'r. Shu paytgacha orzu qilgansiz-ku, lekin siz voz kechgan qanaqa maqsadlaringiz bor? Orzu qilgansiz va kechgan maqsadlaringiz. Maqsadlardan kechilmagan hammasini shu qilamiz deb harakat qilinaveradi. Orzularimiz o'tib ketdidir balki vaqti, balkim xato o'ylagan ekanman, bilmayman yoki bilmasam endi keyinchalik kerak emas qoldi. Yo'q. Alhamdulillah hayotimdan afsuslanmayman. Men u narsani eplay olmadim deya olmayman. Eplagan bo'lgan bo'lsam, oldimga niyat qilgan bo'lsam, azaldan men bitta nimada yo'nalishda yuraman. Qanaqa? Harakatimni qildim. Bersa ne'mat, bermasa hikmat deyman. Afsuslanmayman hech qachon. Biror narsa erisholmasangiz afsuslanmayman. Shu menga lozim bo'lsa, men shunga loyiq bo'lsam, Alloh beradi menga deyman, bo'ldi. Biz nimaga loyiq bo'lsak, o'shani beradi-da. Biz loyiq bo'lmasak bermaydi. Bir narsani bermagan bo'lsa aytamanki, o'sha paytida biz o'sha paytda loyiq bo'lsa ekanmiz deymiz. Biror narsani maqsad qilib, unga erisha olmay qolib turib siz qilayotgan inson, demak, balki menga bu o'zi afzal bo'lmagandir, shu uchun bermayotgandir deb o'ylamayotgan odamda turmush qilsa. Hayotda Shoruxbek inson qanaqa bo'lish kerak deganda, hamisha hikmat izlab yashash kerak. Bu dunyo shunaqa dunyoki,
hikmat izlaganga bu dunyo hikmatda. O'xshasa ham o'xshamasa ham hammasi hikmat bo'ladi. G'urbat izlaganga bu dunyo g'urbat. O'shanga aytadi, hikmat izlagan albatta hikmat topadi. G'urbat izlagan albatta g'urbat topadi. O'shanga biz hikmat izlayveraylik. Nima narsa kelsa o'sha bizga ne'mat. Nima narsa kelgan bo'lsa o'sha hammasi hikmat. Alloh xohlagani uchun bizga loyiq topdi, o'shani lozim topdi, beradi. Alloh xohlamasa hech nima bermaydi. U ham ne'mat bizga. Nima bersa ham, olsa ham ne'mat. Zo'r. Masalan, boyagi Armanistondagi pulga kuyib qolish holatingiz ham siz boshida reja qilmagansiz, xohlamagan narsa, lekin bo'ldi adimi bu xayrga. Bu yaxshilikka deb. Ana shu aytyapman-ku, shu namoz payti bo'ldi, namoz paytidan oldin shunaqangi bir xabar, og'riqli xabar keldi. O'zim namoz o'qiyapman, xushu-xuzu bo'ldi. Bu yaxshilikka dedim. Bo'ldi. Nima bo'lganda ham uyda turibman. Ota-onam yonimda, farzandlarim yonimda, sihat salomat yurtimiz osmon sufi. Alloh berdi, Alloh oldi. Alloh xohlasa bundan ziyodasini beradi. Nimaga? U yo'g'ida Alloh xohladi, berdi-da endi. O'z avalim sizga emasdi. Meniki bas edi. Ketish kerak edi, ketdi. Endi bir narsaga xursand bo'laman. Aytdi, xursandchiligi ham bor. Bundan ortig'ini bermaganiga xursand bo'laman. Bunaqa mushkulotdang. Bundan mushkulotini toqatim ko'taribdi, berdi shuni deyman. Bundan og'rig'ini. Inson nimani ko'tarasa o'shani beradi. Undan ortig'ini bermaydi. Allohning marhamati keng, rahmdir. U bizni yaratganda biz nimani ko'taramiz, nimani ko'tarolmaymiz biladi. O'shanga biz nimaga loyiq bo'lsa o'sha paytda beradi. Demak, bilingki, bugun siz shunga loyiqsiz. Bugun sizga samolyotga loyiq bo'lsangiz, samolyot keladi sizga. O'zingizga bitta biznes jetga yarashasini beradi. O'shandan keyin Dubayga qarab uchilaveradi. Bo'lmasam o'sha biznes klassdan passajirda ekonomda ham uchilaveradi, so'mkachani ko'taradi. Biznesdan noldan boshlash, pulsiz boshlash uchun qanaqa ideyalar? Men hozir ko'pchilik meni tanish bilishim yo'q. Yoki men deydi, boyda bolasi emasman, pulimiz yo'q, shuning uchun men biznes qilmayapman. Zo'r ideyalarim bor lekin deydi. Qani pul bo'lsa yondirib yuborardim deydi. Pul yo'q. Qanaqa biznes boshlasa bo'ladi noldan? Noldan biznes boshlash deganda yaxshi bitta o'ziga ishongan, o'zini tanigan, bilgan. Men ko'proq o'zim mana biznes sohasida kimni o'gitini olaman. Sabab najot faqat ilmda-da. Beshidan qabrgacha faqat ilm olish kerak. Kimni ilmini olaman, kimning gapini eshitaman desiz, men hayotda qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan odamni gapini olaman. O'z yo'nalishingizda aytadigan. O'zim yo'nalishimda u aytadiki, Umidjon, g'ishtni bunday qilib urmagin, bunday qilib urgin deydi. Shunda senga deydi, "Bunaqa bo'ladi, sifati bunaqa bo'ladi" desa, men aytamanki, bu odam oldin urganmi, urmaganmi g'ishtni deyman. Yo menga gazetadan ko'ra aytib beryapti, men internetda ko'ra aytib beradi. Yo'q, bu odam o'zi mutaxassis. Bu urgan, mana uncha etajga ko'targansa, buni albatta olaman men. Lekin o'zim menga qattandir eshitib olib gapirgan bo'lsa, olmayman. Sabab hayotda siz kimni nimadir narsasini tatbiq qilishingizdan oldin uni nimaga erishganligini bilishingiz kerak. Oldin o'sha narsani ishlab chiqarganmi, kurushgani bu biladimi? Ichida qanaqangi keramikasi bor, qanaqa gradusda bo'lishligini, yo bo'lmasa kelisiga matematika qilib beryapti xolosmi? Xitoydan olib kelib sotsam, unaqa bo'ladi. Matematikani qilib berilaveradi. Lekin hayotda nimagadir erishgan, nimagadir tatbiq qilgan bo'lsa, o'shani siz shakllantirsangiz, hech yo'q 30% tatbiq bor. 70% do'xta urib tavakkal qilib yuboriladi. Shakllantirilsa, keyin o'shanda keyin o'sha chambarchas bo'ladi-da. Bizneslar juda ko'p, maslahatlar juda ko'p. Lekin ularning hammasi uspeshniy bo'lavermaydi. Uspeshniy bo'lgan nima bor? Hozir masalan zamon rivojlanib ketdi, bizneslar rivojlanib ketdi. Albatta bir narsani ishlab chiqarishingiz, yo'lmasa bir narsani bir shakllantirib sotishingiz kerak. Masalan, IT yo'nalishi bo'yicha yaxshi bolalar ishlayapti. Yangi programmalarni shakllantiryapti, yangi qanaqadir yo'nalishlarni qilyapti. Ular bizdan-da ko'ra yangi avlod bo'lganligi uchun bizni zamonda qanaqadir mana hozir uylarni qurib sotish, mahsulotlar ishlab chiqarish, import eksport bo'lgan bo'lsa, hozir bular programmalarni yaratib o'zi o'shalarni sotyapti. Endi bozor o'shani. Bozor o'shanikida, o'shani ko'ra bilib sizga kelib qanaqadir bir biznesni maslahat solyaptimi, shuni qilsak bo'ladimi aka deyaptimi? Qilamiz. Hozir kurushkani qilmaylik. Kurushkaga 10 so'm ketadi. Hop, mana ruchka qilaylik, 1 so'm ketar ekan. Bitta ko'raylik shuni deyiladi. Agar o'shani shakllantira bilsa, demak u kurushkani shakllantira biladi. Oldin masalan katta yo'qotishdan ko'ra kichkina yo'qotish, achinmaydigan yo'qotish qilib ko'rish kerak-da. O'zi ana 1000 so'm ketadi, $1000 ketadi, $10,000 ketadi, mana narsaga $100,000 sizga loyiha olib kelib beryaptimi? To'xta og'ayni, ukam, mana shuni qilib ko'rgin. Test qilaylik bo'ldi. Amaliyotda ko'raylik bo'ldi, moliyalashtiramiz buni. Shakllantiramiz. Sabab
tadbirkor deganda, biznesmen deganda ko'p qirralik bo'lishi kerak. Men albatta mana shuni ishlab chiqaryapman, bundan bag'aga o'tmayman demash kerak-da. Faqat 100 ming kerak bunga, tamom. Boshqa 100 ming bo'lmasa qila olmayman. Yo'q. Sabab biznesda o'zini vaqti bor. Biznesda o'zini zamoni bor. O'shanga qarab bizneslar o'zgaraveradi-da. O'shanga qarab turib siz og'ayni mana shuni uddalab bilsang, shakllantiramiz siz. Anu odam qattiq shakllantiradi. Nimaga siz unda yo'qda pul? Anu pul sizda bor. Bo'ldi deydi. Men buni shakllantirsam menga homiy chiqyapti. Buni shakllantirib beraman men deydi. Qanday qilib bo'lmasa, agar o'shanda real faktlarga asoslanib o'sha iqtidor bo'lgan bo'lsa, buni shakllantiradi. Agar u ham qattandir internetda ko'rib kelib bergan bo'lsa, u shakllanmaydi u narsa. Nimaga siz oldiga qo'yapsiz mana, uni 10 ming, lekin ichida mana 1000 so'mini olib qolgan bitta ko'raylik tatbiqqa shuni deyapsiz-da. Agar o'shani bo'lsa uyg'unlashtirib yuboradi. Umidjon aka, sizni biznesingizdagi asosiy ustozingiz otangiz. Asosiy ustozim otam. Har doim demak ishda maslahat olib, keyingi etapda hamisha podдержать qilib, menga ishonib, hamisha haqqimga duo qilib, hamisha qo'llab-quvvatlab turishadi. O'shalarning duosi bilan, o'shalarning avvalambor ishonchi bilan shu darajagacha yetib keldik. Alhamdulillah. Bir savolim bor endi. Ba'zida ota-onani farzandi bilan bo'lgan soha tanlashda fikrlar mos tushmaydi. Ya'ni farzand boshqa sohani xohlaydi, ota-ona esa boshqacha mutaxassis bo'lishni xohlayapti. O'sha joyda qanaqa maslahat berasiz? Bola qanday yechim qilsin, qanday yo'l tutsin? O'shunaqa nimada albatta otalarimiz, onalarimiz aytganlarini qilamiz. Lekin hamisha ota farzandi yomon bo'lsin demaydi. Ota hamisha farzandga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, hamisha duo qiladi. Onalarimiz ham xuddi shunday. Faqat otalarimizga, onalarimizga shu narsani sizga istab, shu narsani sizga berishgandan keyin jichcha vaqt o'tkazib turib, ko'ngillariga qarab turib, otajon, onajon, menga shu narsani ravo ko'ryapsizlar. Kattakon rahmat. Ishonaman, bilaman, sizlar menga shuni eng a'losini hamisha ravo ko'rasiz. Ravo ko'rasizlar. Lekin mana shu sizlar aytgan narsada menda jichcha nosozlik bo'lyapti, ikkilanish tug'ilyapti. Lekin men uni qilsam, menda ishoninglar, men uddalab ketaman. Bitta shans bering deb. Bitta shans bering, men shuni uddalab ketaman. Mabodo uddalanmasam keyin buni qilaman deb aytilinsa, xo'p deyiladi, o'shani bajariladi. Sabab ota hech qachon balani to'sib qo'ymaydi yo'lini. Ya'ni maqsadlarimiz bir deb aytilyapti. Maqsadlarimiz bir, siz aytganingizni qilaman, lekin men uni bitta o'zim sinab ko'ray deyilsa, hamisha yo'l ochib beriladi menga. Umid aka, biznesingizda ota-onani, oilani, ayolingizda o'rni katta, bilamiz. O'shalarga nimadir yaxshilik qilganingizda, ishingizda o'zgarishni sezganingizda misol ayta olasizmi? Mana shunaqa bo'lgan deb. Bo'ladi, bemalol ayta olaman. Uni sabab shu o'tgan yilda dadamlarga o'sha mashina kuz payti edi. Endi bobolar nabiralarni oyirishadi-ku. Bir kun fursat bo'lganda shu mashina chiroyli chiqibdi deb bitta mashinani aytishibdi ekan. Bo'ldi, bo'lmasa o'sha hozir elektromobil, gibrid mashinalar rivojlanib ketdi-ku. Hammaga yoqimli bo'lib ketdi. Xitoy hamma joyda lol qoldirib ishlayotibdi. O'shanga o'sha L9 yoqdi deyishibdi ekan nabiralarga. Bo'ldi, men darrov shakllantiramiz dedi. Darrov o'shani olib kelib berdik. Alloh fazli bilan ishoning. Ana shundan keyin shunday duo qilishdi. Hali mashina shunday yoqdi o'zlariga. Ishlarimiz bir necha karra oshib ketdi. Biz masalan xohlagan bo'lsak, shuni xohlagan bo'lsak, buni Alloh subhanahu va taolo bizga korobkasi bilan mana ol bandam dedi. O'shanda bir ko'nglim to'ldiki, ha, alhamdulillah, to'g'ri niyatdamiz. Sabab biz qaysi maqsadda, nima niyatda ko'chaga chiqishimizdan qat'iy nazar ota-onamiz hamisha biz haqqimizga va yaqinlarimiz haqqiga hamisha duo bo'ladi-da. O'shanga aytdikki, men nima demoqchiman? U albatta mashinani modeli, markasi bas. Bugun masalan oddiy misol, bugun siz Gentraga qodirmisiz, Gentra olib bering. Ertaga Alloh nasib qilsa Mercedesga qodir bo'lgansiz, Mercedes olib berasiz-da. Uni lekin otamizga, onamizga qaysidir bir vaqtgacha kutishga ulardi vaqti yo'q.
Bugun ular bor ekan, bugun Alloh qodir qilgancha ko'nglingizdan chiqarib ularga yaxshilikni qiling. Qo'ldan Bu kelgancha. miqdorida bas. Qo'ldan kelganicha. Bugun siz nimaga loyiq bo'lsangiz, bir kasbga loyiq bo'lsangiz, bugun kasbim bilan xursand qiling. Ertaga bir markabga loyiq bo'lsangiz, markab bilan xursand qilasizda, faqat ertaga armon bo'lib qolmasin, o'sha kasbimga loyiq bo'lganimni olib bermabman degan narsa bo'lmasin. Siz shularning duosini olavering, kam bo'lmaysiz. Ota rozi, Alloh rozi. O'shanga otasini duosini olgan, onasini duosini olganlar hech qachon kam bo'lmaydi. Zo'r. Umidjon aka, men bilaman siz doim zalga chiqib sport bilan shug'ullanasiz. Shuncha ish, stress bo'lib tursa ham, nima ishdagi vazifalar ko'p bo'lib tursa ham, doim formadasiz. Qorin qo'yib yoki ortiqcha vazn yoki nima desa bo'ladi. Ko'p uyquni men sizda ko'rmaganman. Qanaqa shu formani ushlab turasiz? Men uchun juda qiyin masala. Endi masalan hayotda inson shunday bo'lishi kerak. Meni o'zim shunaqangi prinsipialni odamman. Aytamanki, odam o'zini yaxshi ko'rganchalik birovni yaxshi ko'rmaydi-da. Odam mana o'zini yaxshi ko'rgandan keyin, o'ziga yaxshilikni ko'rgandan keyin birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Sog'lom turmush tarzi nima? Sog'lom turmush tarzi hozirgi kunda shu sport bilan mujassam. Sog'lom inson, sog'lom millatning zamini sizda. Zamini bo'lgandan keyin shunga targ'ib qilyapsizmi? O'zingiz namuna bo'lib ko'rsatishingiz kerak. O'zingiz namuna bo'lib ko'rsatib berganingizdan keyin sizni orqangizda sizga ergashuvchilar ko'p bo'ladi-da. O'shanga siz o'zingizni tetik his qilasiz. Qonlar postoyanno agressivniy bo'ladi, immunitet mustahkam bo'ladi. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar bodri turasiz. Hamisha ki atrofingizda o'sha siz sportga kirganingizdan keyin atrofingizda hamisha sportsmenlar bo'ladi. Sportsmenlar bo'lgandan keyin hamisha sog'lom fikrlovchilarni oldida bo'lasizda. Zalga borib, o'sha yerda bir qanaqadir bir natija qilib, o'sha yerda bir aka orttirib, o'sha yerda bir do'st orttirib, o'sha yerda sizga o'xshagan qoni qaynaqlar, o'sha yerda sizga o'xshagan zo'r tadbirkorlar, zo'r ishda fikr almashadigan, fikrlash doirasi teng insonlar bo'ladi-da. Sabab bu mehnat. Aytda siz vinoslisiz, o'zingiz chidamliligingiz, o'zingiz bardoshligingizni oshirib olganingizdan keyin ishxonaga kelib har qanaqa ish bo'lsin, uni yechib tashlaysiz. Nimaga? Ana og'riq, ana chidamlilik, ana bardoshliklarni attasiz o'rgatyapsiz-da. Tanangizni chiniqtiryapsiz o'shanga. O'shani xarakteri shakllantirib olganingizdan keyin ishxonaga kelgandan keyin har qanday masala bo'lmasin, yecha bilasiz. Og'riqlar sezilmaydi-da. Nimaga? Siz o'sha unga o'rganib oldingiz-da. O'shanga hammaga targ'ib qilamizki, yon atrofdagi do'stlarimizga ham, akalarimizga ham, ukalarimizga ham qayerdadir kafeda o'tirib, qaysidir choyxonaga borib yotgandan ko'ra 1 soat o'sha yerga borib shug'ullan. Telefonga kirsangiz 1 soat internetda bo'lgan-bo'lmagan narsani ko'rasiz, yo diningizga, yo dunyoyingizga manfaatli bo'lmaydi, vaqt ketadi. Lekin o'sha yerga borib 1 soat shug'ullansangiz, birinchi navbatda o'zingiz sog'lig'ingizda, yo hozir sizga o'sha yerga yurib borasiz, yo bo'lmasa sizni o'zi yurib doktorga olib boradi-da. Eng afzali o'sha sport zalga o'zingiz borganingizda. Bo'lmasa hozirgi zamonda mana ko'ryapsiz, tibbiyotda ham kasalliklar turfa qilib chiqib ketdi. U bir yosh tanlamayapti, bir amal tanlamayapti, mansab tanlamayapti-da. O'sha o'zi sog'lom turmush tarzini olib borgingiz kelyaptimi? Birinchi navbatda o'shanga o'zingiz amal qiling, keyin oilangizni o'shalarga yondashtiring, keyin atrof muhitingiz o'shanga qarab o'zgaradi-da. O'shanga hamisha aytamanki, kimga bo'lmasin shu sport. Sport qilgan odam hamisha o'sha aytganimizdek uyquga to'yingan, hamisha ko'zi chaqnagan, energiyaga to'la, ish qilib charchamaydigan, yana menga ish ber deydigan inson bo'ladi-da. Siz tetik bo'lib tursiz, siz bardam bo'lib tursiz, siz dadil bo'lib tursiz, atrofdagilar ham o'shanga qarab keyin energiya oladi-da. Siz o'zingizda u narsa bo'lmasa, jamiyat ham o'shanga qarab moslashadi-da. Birinchi o'zimiz ularga o'rnak bo'lishimiz kerak va gapirgan gapimizga ularga amal qilib ibrat bo'lishimiz kerak. O'shanga keyin aytadiki, oldin senda ko'ray, keyin men senga qarab yuraman deyiladi. O'shanda oldin o'zimiz qilaylik, keyin qolganlarni keyin tatbiq qilamiz o'shalarga. Zo'r. Xudo xohlasa mana shu sportga chiqib, ilhomlanib, yangi oldinga qanaqa plan qo'yapsiz endi Xudo xohlasa qurilishda? Qurilishda 2026-yilda Alloh nasib juda maqsadlarimiz katta. 2026-yilda hozir shu 10 kun, 15 kunning ichida mana shahardagi o'sha markaz loyihamizni topshirish maqsadimiz. Qo'qon shahridagi hamda mana u Farg'onadagi loyihamizni ham topshirish va 2026da katta maqsadlarni oldimizga qo'ydik. Hozir birinchi maqsadlarimizdan Toshkent shahrida qurilish boshlash va qo'shni viloyatlarga chiqish.
hamda bozorga kirgandan keyin o'zimiz shu tadbirkorlik sferasida quruvchi emas, biz mnogofunksionalniy, keng qirrali bo'lganligimiz uchun Alloh nasib kotej ko'p qavatli uylar ham emas, o'sha kotejniy garadoklar qurish rejasida ham hozir joylarni ko'rib chiqyapmiz. Toshkentda ham, Qo'qonda ham, boshqa viloyatlarda ham. Hozir faqat bir xil yo'nalishda emas, ko'p yo'nalishda, ko'p joylarda baravariga qurilish 2026-yil barakotli kelib, hozir biz o'ylagandan biz bitta ikkita joyda reja qildik, hozir 4 ta 5 ta joydan takliflar kelib tushyapti. Hozir hujjatlarni ko'rib chiqyapmiz. Lozim topilsa shu viloyatlarda ham, hamda o'zimiz shahar ichimizda ham, hamda shu respublikamiz markazi bo'lgan Toshkentda ham shu bu yil shu bir qisqa fursat ichida harakatlarni jadallashtirish. Sabab ishga kirsangiz ishdan ish chiqadi. Maslahatdan baraka chiqadi. Aytdimki, siz bilan gaplashsam boshqa maslahat, boshqa ukalarimiz boshqa gaplashsa, hali bitta kalla, ikkita kalla mahalla deganimizda o'shanga maslahatda baraka bor, o'shanga qarab yuraveramiz. Zo'r. Xudo xohlasa, Umidjon aka 1 yildan keyin nasib bo'lsa, kelasi yil mana shu vaqtlarga bitta podkast ikkinchisini olaylik-ku, o'sha paytda bitta muhokama, nima deydi? Xulosalarni gaplashaylik. Qanday o'tdi 26-yil? Qanaqa ishlar qila oldik? Inshaalloh. Sizga katta rahmat Umidjon aka. Vaqt ajratib, bu vodiydan Qo'qondan kelganingiz uchun. Xudo xolasa kuzatib turganlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'rib, kuzatib, shu foydali bo'lgan bo'lsa nima insight oldingiz? Mana shu narsa menga insight bo'ldi deb izoh yozsangiz, biz xursand bo'lamiz va nasib bo'lsa, yana mediada faol bo'lib, sizlarga foydali kontent qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Katta rahmat Umidjon aka sizga. Assalomu alaykum.